Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Azimaxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha. Xayrli kun onajonim, boshlangan kuningiz fayzli, barakatli va unutilmas xursandchiliklarga boy o'tishini tilagan holda sizga o'zimni tanishtirib o'tsam, Telegramda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi boshlovchisi bo'laman. Ha. Onajonim, yoningizda Jamoliddin otamiz bormilar? Borlar qizim, borlar. Mana beraman hozir. Xo'p. Kim? Sizni so'rasizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz otajonim? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Boshlangan kuningiz xayrli, fayzli, barakatli va unutilmas xursandchiliklarga boy o'tishini tilagan holda sizga o'zimni tanishtirib o'tsam, Telegramda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi boshlovchisi bo'laman. Otajonim, bugun bizni loyihamizga sizni yaqinlaringiz tomonidan tabrik maktublari yetib kelgan. Ushbu tabrik maktubida agar adashmayotgan bo'lsak, bugun sizni 72 yoshni qarshi olish arafasida ekanligingiz e'tirof etib o'tilgan ekan. Adashmadikmi? Adashmadim. Tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lib, tanajoningiz sog' bo'lsin. Nevara-yu evaralarni huzur halovatini ko'rishlik, onajonimiz bilan hoji ota, hoji ona maqomlariga erishishlik baxtlarini tilab qolamiz sizlarga. Salomat bo'ling. Otajonim, sizga ushbu tabrik xatlarini tabrik muallifi nomidan o'qib eshittirishsak, undan oldin keling bir taxmin qilib ko'ramizmi? Ushbu tabrik muallifi kim bo'lishi mumkin? Albatta yaqinlaringizdan. Albatta otajonim, ushbu tabrik muallifi tabrik xatlarida sizni uyimiz fayzi, barakasi, quvonchi, farzandlarni, nevara evaralarni duogo'yi deya sizni ta'riflagan barcha yaqinlaringiz, turmush o'rtog'ingiz Azimaxon onamiz, kelinlaringiz, nevara evaralaringiz, farzandlaringiz nomidan bugungi tabrik muallifi kelin qizingiz Gulnozaxon keliningiz bo'ladilar. Ushbu tabrik muallifi. Ana endi agarda diqqat bilan tinglasangiz, siz uchun yo'llangan tabrik xatlarini tabrik muallifi kelin qizingiz Gulnozaxon nomlaridan o'qib